Navbatdagi ajoyib metodik o'yinimiz Word Wall, ya'ni so'zlar devori metodik o'yinimizdir. Ushbu metodik o'yinning asosiy maqsadi o'tilgan mavzuga oid so'z va terminlarni o'rganish va mustahkamlash. O'yin tartibi quyidagicha. O'qituvchi muayyan mavzu bo'yicha so'zlarni yozadi va ularni devor yoki doskaga yopishtiradi. O'quvchilar qo'liga esa turli xil ta'riflar tarqatib chiqiladi. O'quvchilar to'g'ri atama va ta'riflarni moslab joylashtirishlari kerak bo'ladi. Ushbu metodik o'yinni yana bir variantda qo'llash mumkin, ya'ni o'yin vaqtini cheklab, raqobat muhitini yaratish mumkin. Bu metodik mashg'ulotni barcha KILIL darslarida hamda umumiy takrorlash mashg'ulotlarida qo'llasa bo'ladi. Ushbu metodik o'yinning natijalari bolajonlarda leksik ko'nikmalarini rivojlantiradi va fan materiallarini yaxshiroq o'zlashtiradi. O'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadi, chunki o'yin formatida o'tiladigan mashg'ulotlar ularning qiziqishlarini oshiradi. O'yin jamoaviy holatda o'tkazilsa, o'quvchilar orasida bir-birlari bilan hamkorlik qilish va sog'lom raqobat shakllanadi.